Qirg'izistonda ham katta bog'lar barpo bo'lyapti. Zamonaviy mana akamizga Xudo xolasa bog'lar qilib beryapmiz. Cheksiz yer maydonga aka, siz borgansiz. Fikringiz qanaqa ko'chatlarga? Ko'chat qalay kelyapti? Mana ekilyapti. Ba'da ham olib ko'rsating. Ko'chatlarning ahvoli zo'r. Bekzatjon o'zi baldarini olib kelib, o'zi ekyapti. Yer ko'p, yer cheksiz. Bekzatning ko'chatlari tugab qolyapti. Esingizda bo'lsa, Bekzatdagi videom bor, borib, Bekzatning o'zining bag'ini ko'rib, mevasini jeb ko'rib, mana shu ko'chatlarni zakaz qilganmiz. Bekzat hukumat rahmat, o'sha ko'chatlarni Italiyadan aldırıp o'zi jetiltirib olib kelib egib beryapti o'zining ballari bilan. Bu yerda Italiyadan kelayotgani ham bor, o'zimizda ham yetishtirganimiz bor aka. Ko'chatlar zamonaviy sortlarda olib kelsa ham beraveramiz. Dunyo bo'ylab do'stlar. Eng zamonaviy usulda bog'lar. Rahmat. Bekzatning nomerlari yozilgan, Instagramdan murojaat qilaverasizlar. Qirg'izistondagilar. Yer bepayon. Bu birinchi yil bas aka, aytib qo'ying. Birinchi yil kelib ishlayotganimiz yo'q, bu yerda natija bo'lgani uchun mana kelib bog'lar qilinyapti. Sog' bo'ylar, dehqon bola, fermer xo'jaligidan sifatli ko'chatlar olib, mana shunday qilib barpo qilib beramiz do'stlar. O'zbekistonda ham, hamma joyda, Qirg'izistonda ham juda ko'p joyda Bag'ri Qizilqiya, Tuyamo'yinda bog'larimiz bo'lyapti, Batkenda bo'lyapti, hamma joyda, Bag'ri Shamolsoy, Jallaboddamiz hozir. Hamma joyda odamimiz yetarli, bog'lar bo'lyapti. Eng katta obyektimiz shu, o'zim kelib mana shu nazorat qilyapti. Sog' bo'ylar. Atrof top qo'ying bitta, atroflarda ham. Bir joyda turmasin. Sog' bo'ylar. Sog' bo'ylar.